Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz en nasr lidinillah degan halifeniki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan ve bu adamniki devirlerde yüz bergen en muhim vakalardan Hicriye 577 yılı Melikun Nasir Sultan Salahiddin Eyyubi'ni eyüplep kayıp hatav etti. Yani şu Nasr lidinillah. Bu kayışınki sebebi nimişka siz özünüzni Melikun Nasir dep atıp aldınız. Emniyeti halife bu lakamni özüge tanlagan emasmi degan. Yani kızgınışlar. Hicriye 580 yılı boğa vaxtida halife İran'daki Musa Kazım'niki kabrisini başka kişilerin panahlandıgan bir panagahı kılıp belgeledi. Yani aş kabirge berip algan adamlarga cinayet atılmaydigan, azaplanmaydigan. Mesela nurgun halayık iltica kılıp bu kabirge berip algandan keyin nayet ig'ir qalayımqan vallahi yüzü berip çıktı bunun Türkistan. Çünkü bu Alevi de bu hamda. Şia Purkuş halife. Hicriye 581 yıl boğa vaxtida Alistiga orunda bir balı tuğulgan bulup pişanisi bir g'iriç 4 barmaq bir qulqı var. Bu Alistiga nazırqı şu Decle deryasınınki boydaki muhim şehirlerinki biri. Bugün günde bu belki ya Irak tarafta veya ki Suriye tarafta. Şu yılın özü de Nasırga kelgen haber malumatlarda Maghrib Biladul Maghrib'nin köp diyarlarında Nasır'ның namıda hutba okuldu. Çünkü Biladul Maghrib özü müstakil bulup algan bola. Bu yani Murabitullah devirli boz gerek. Endi bu devirdeki munecimlerinin mat buluş yalğançılık ispatı hakkında Hicriye 582 yılı boğa vaxtida Mizan yolunda 6 yani yıldız bir yak yığıldı da. Mizan degen hem de şu 23. sentyabrdan 23. oktyabr yani bir ay payda boladigan osmondagi muhim yulduzlar turkuminiki biri hamda bu. Yani bu munajimlar hamda bu dünya hamda xarab bo'ladi. Bu aynı vaqtida topan balası yani su topan balası yüz berganga o'xshash hamda boran topan balası bilan dünya xarabligi yuzlanadi deb hukm pichdi. Yani yulduzlar turkumiga qarab da. Xalqning hammasi shu chegara rayonida tağı turalı da mesela g'arlarni ko'lab unnat mahkam puxta yasab buni. Hatta bu shamol qarshi bu yolunu mesela tunuklarini itip mesela. Bu yer su yeydigan, içidigan narsalarni nurg'unlarini yo'tkib oldi. Oil tavabat bilan bu yer kelib buni yo'tkilib maka qilib yetishdi dedi. Belgilengen gün keşte hemmisinin közü bu vaka kaçan bulaki dep taza şu kütüvatkan peytlerde mesela bu amdaşılık. Aynı vaxtıda at el-İslam'ın devirdiki at kavmiga evetilgen şamal qo'xshash, boran qo'xshash bir vaqa boludu dep taxmin qilishgan deydi. Mana bu vaqt belgilangan vaqt Jumadil oxir ayının 9-cı günü keçdi. Hech qanday ish yo'q. Şamal lınış mı koymadı da? Meyin şamal mı yok hatta? Şamilni yıkıp kılıvettik. Uçurduğun şamal mı yok neydi? Cimcit. Şairler bu vakti şiirlan okup Ebu'l-Ganaim Muhammed ibn Muallim'nin bu vakti etilgan şiirini sözlep o'taylik. Bu kişi mundaq deydi. Dep qo'ygan Abil Fazliga itiraf qilg'uchining bir so'ziniki dedi. Jumadil oxir oylarim o'tab bo'ldi. Rajabmi kep ketdi. Hech qanday tavrash yo'q, silkinish yo'q, shamol yo'q. Ular o'ylagandek, ular pichqandek.
Ha? Bu kuyruqluq yulduz mu çıkmadı o dep. Unda emas. Hatta dedi. Quyosh qaraymidi. Chiqanda uningki hem yorumidi dedi. Undaqda buningki shu ishida bir yalqin bor-da undaqda. Yalqin bor turib yorumidi. Yulduzlar demoqchi bo'lsa kerak. Hüküm pichib ketkinni tehi. O'ziga qandaq hükümning pichilindigini bilmaydigan odamlar buningga hüküm pichib o'tibdi. Ajoyib zaman, ajoyib ishlar bu. Bu munajjimlarning yolg'onchiligi oshkora bo'ldi bu so'zda. Demak, qanday gapni qiladigan bu munajjimlar? Bular yolg'onchidir degan. Demak, tarixdami, aqidaviy jihatdami bu munajjimlar bu falchilarga o'xshashroq bir turkumda muomil qilinadigan shaxslar. Bu ilmi nujum ma'lum doirada o'rganilsa bo'ldi. Ammo g'aybiyat masalalariga dalil qilish bu kufrga olib bordi. Endi bu davrda o'tgan muhim, ajoyib mas gap qilishlardan Hijriya 583-yil bo'lgan vaqtida yil 5-ning tunji kunidagi kun haftaning tunji kuni bo'lib qoldi. Quyosh yilining, yani Şemsiye kalendarının tunji kuni Parislarning yilining tunji kuni bilan o'xshash bo'lib qoldi. Bir kunga kelib qoldi demakchi-da. Quyosh bilan ay burujda yulduzlar turkumida bir yerga kelib qoldi, ya'ni bir o'qda. Mana bu ajoyib o'xshashliklar, ajoyib bir maslish bir vaqt kelib qilishlar edi degan. Sultan Salahiddin Ayyubininki nurg'un fatih harakatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Mushu 583-yilda bo'lgan vaqtida ajoyib zo'r fatih harakatlari bo'lgan bo'lib, Sultan Salahiddin Ayyubi hazratlari Sham diyoridagi nurg'un shaharlarni paranglarning, Yevropalikning qo'lidan yulib oldi. Bu shaharlarning eng kattasi Falastindagi Baytul Maqdis. Chunki bu shahar 91 yil parang ahli saliblar qo'lida xarlanib qolib qolgan. Sultan Salahiddin Ayyubi paranglarning yasagan nurg'un asar atiqlarini buzib yo'qotdi. Chirkov, masalan, shularning diniy munosabatli o'rinlarda ularning chirkovlarini buzdi. Hatta bir chirkovning o'rniga Shofiy mazhabni asos qilgan bir maktab bino qilib sepadi. Alloh taolo bu islomga ko'rsatgan to'pisiga qarata bu kishiga yaxshi mukofotlarni ato qilsin. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuga agashganlik yusidan Kanisatul Qumamani buzmadi. Chunki Hazrat Ömer mu Baytul Maqdisni fatih qilganda buni buzmagan, Xristianlar qo'yib qo'ygan. Bu haqda Muhammad ibn Asad an-Nassaba degan odam mundaq deydi. Tushkurayotam sen, ko'zim ko'mayotamdi nima? Qudus fatih qilinib, Xristian nasaralar xar bo'lib o'tibdi, beshiyak sangilabdi deydi. Demakchi bo'lgan avvallardan bir xil ifodalash uslubiga bu hamda odatda buni aytaylik hayajon bilan deyilayotgan gap. Bu Qumama chirkavi Kanisil Qumama nijosatdan tozlandi. Nijosatdan tozlanish bilan bu texmi pokiz bo'ladi deydi. Ularning podshosi hamda asta ishkalni silib, so'loqda qo'l-putlari bog'langan holatda turdi. Undan burun bularning podshoyi esir ilinib boqmagan. Allohning nasri fatisi kelgan bu nusratni payg'ambarga va'da qilgan. Bular musulmonlar hammasi subhanalloh, astag'firulloh deb Allohga hamd istig'for aytib ketishdi. Ey Yusuf Siddiq, bu Salahiddin Ayyubining laqabi bo'lsa kerak, ha? Sen uni fatih qilish uchun loyiqsan. Uyaning Faruq Ömer eng
mutahhar imomdir. Demak, ikkinglar müşani bir ozod qilishga eng muvofiq, haqliq, sharofatga erishganlar dedi. Demak, Salahiddin Ayyubi Baytul Maqdisni ozod qilgandan keyin Baytul Maqdis ta 1949-yilga qadar milodiya musulmonlarning qo'lida azonlari, takbirlari aytilgan holatda jaranglab turgan. Ammo lekin bugungi kunda hozirmi musulmonlarniki ma'lum doirada namoz o'qib, ibodatlarini qilib qilgan bo'lsa-mu Baytul Maqdisda, ammo bu bugungi kunda yahudiylarning zo'r xarob qilishiga, ihanat qilishiga, xo'rlishiga duchor bo'layotdi. Ma'mur xizmatlari asosan cheklim qo'yilgan. İnşallah Allah subhanahu ve taala yaqin fursatda Baytul Maqdisni musulmonlarning qo'yniga, ya'ni qaytadan aklishga Allah muyassar qilsin. Burunqi hojilarimizga o'xshash Makkani ziyorat qilib, haj qilib, Makkadan keyin Madinani ziyorat qilib, Madinani ziyorat qilib bo'lib, Quddus Sharifga borib, ya'ni ziyorat qilib, ya'ni komil, mukammal shu bir haj ibodatini to'liqlashga va shundaqla bu meşhur 3 mescidni birla safarda tamam qilishga Allah subhanahu ve taala muyassar qilsin. Ajoyib g'aroyibot masalalardan Ibn Barrajon deydigan bir olim o'tgan ekan islom tarixida. Bu odam estaizubillah alif lam mim g'ulibatir rum degan oyatni tafsir qilgan vaqtida mundaq tafsir qilgan ekan. Baytul Maqdis Rimlarning qo'lida 583-yil qadar Aşularning qo'lida bo'ladi. Ondan keyin bular mag'lub bo'lib, qaytadan mangu islom diyoriga aylanadi degan ekan. Buni oyatdagi abjad hisobidan olgan bo'lib, degandek ashta bo'ldi. Demak, 583-yili ozod qilindi-da. Abu Shama deydi, mana bu Ibn Barjonning degan gapi bu ajoyib udil kelib qolgan bir masala. Ameliyatda İbn Barjon buningdan xili burun o'lib ketgan. Yani manda vaqt o'lib ketgan deb, ya'ni balki bir asr ya bir asr burun o'lib ketgan odam deb shunday deydi. Bu bir ajoyibat, g'aroyibotlardan bo'lsa kerak. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.